Оборотлigi $1 dan oshmagan hoji akalar Lexus 570S olib haydashmasa kerak. Bilishadi nima haydashni. Qarang, Lexus'ning eng gigant modellaridan navorotlarni, rejimlarni ko'pligini qarang. Pnevmopodveska, abduf, abagrev, Lexus'ning soatni o'zi bir alohida dunyo. Mana jo'stiklarni ko'rsangiz-chi, boshqacha. Bosib yuborasizmi deyman. Aytdim-ku, bu oddiy Lexus 570 emas. Esi yana ham ot kuchi ko'proq bo'ladi va vobshe full. Ko'ryapsizmi? Orqada monitorlargacha bor. Orqada yana boshqarib ketadigan, xullas, boshqaruv panellari bor. Mana xolodilnigini qarang, kattaligini bosib yuborasizmi deyman. Ungacha bitta like bosib turing. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Kimdir xotin olaman deb yuribdi, xotini borilar Lexus LX 570 qidirib yuribdi. Qarang, buni kattaligini bosib yuboring degan bitta like ham bosib qo'ying. Farruh, jigar, o'zingiz bosib yuborasizmi deyman, ha? Pul bu sizda ham. 75 mingni olib keldilar. Qalblariga qo'l solib, savdalashib turib 69500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Eng fulli 570S navorotda vobshe ko'p. Mashina qarang, taniq, ideal holatda. Salonlari ham, kuzovlari ham 113 ming probeg. 2019-yil hojiga haydagan mashina. Seryozni aytayapman. Bosib yuboring lekin. Qarang, mana shu o'ng tomonda nima qirilgan ekanda darvozada. Qirilgan joyiga kraska seforilgan ekan. Hech qanaqa udar yo'q. Kelib ko'rib tekshirib bosib yuborasiz. Narxiga vobshe shkaladi.